Elektron ключ olgan vaqtimiz birinchi navbatda biza E-imzo soliq.uz degan saytga giramiz. Buni videoni nasida tuzab beraman, opsionalni tuzab beraman saytini. Bu saytga kirganimizdan keyin biza birinchi navbatda bu yerdan biza arizaga ключ ariza bersak bo'ladi. Undan oldin biza qilishimiz kerak bo'lgan ish bor. Bu yerdan biza E-imzoni yuklab olishimiz kerak. Uni bosamiz. Bu yerdan bizlara birinchi turgan Windows x64 JRE17. Bu zip arxiv faylda tushadi bu. Arxivning paroli bor. Paroli bu yerda yozib qo'ydik. 2023-232. Buni skachatlatib olamiz. Men skachat qilib oldim. Bu yana 119 megabayt bo'ladi. Do'rini ustiga 2 marta bosib giraman. Endi bu faylga keyin shu programmasini 2 marta bosaman. Keyin parol so'raydi. Yangi parolni beramiz. 2023-232. Okey. Endi hozir bundan zipdan chiqaratir и установка qilib beradi hozir bizlarga. Уже menda hozir bu E-imzo bor edi. Menda 5.0 degan versiyasi bor ekan. Hozir mana o'chirib 5.20 degan versiyasini uстановка etib beradi. Men uni bosaman. Sizlarda shu oyna chiqmaydi, sizlarda inabi ish oyna chiqadi yana. Sizlarda to'g'ri ish oyna chiqadi agar E-imzo kompyuteringizda yo'q bo'lsa. Далее установить. Bo'ldi, oddiy bu. Установка qilish. Hozir ozgina qoldi. Установка qilib bo'lsin. Установка bo'ldi. Biz shu yerdan to'g'ri завершитni bosamiz. Bo'ldi. Bular ketdi. Endi biz ikkinchi qiladigan ishimiz bizada E-imzo установка etildi. Yana bu yerda ishlab turibdi. Bu yerga tushdi yana. E-imzo 520 versiyasi standart. Ishga tushdi E-imzomiz. Endi biz ishlatamiz. Endi biz elektron kalit olish ariza beramiz. Buna bossak, bu yerga tushirdi. Ariza shaklini to'ldiring. Biza jismoniy shaxs bo'lib olamiz. Bu yerda yuridik shaxs va bu yerda jismoniy. O'zi girgan vaqtimiz jismoniyni ko'rsatib turadi. Bu yerga jismoniyni JSHIRni yozamiz. 50401013132. Telefon nomer. Keyin rasmdagi kod MG3AS. Shu telefon nomeri SMS kod boradi. Hozir SMS gasin kiritaman. Hop, SMS geldi. Tasdiqlashni bosdim. Endi qarasam shunday qismi geldi. Adı familiyam chiqdi, JSHIRim chiqdi. Keyin endi meni balansimda 0 so'm bor. Biza to'lashimiz kerak 28840 so'm. Endi men buni ishlab to'layman. To'lajak vaqtim men JSHIR bo'yicha shu JSHIRimni to'lov qilaman. Endi nedan to'lov qilamiz desak, shudan to'lov qilib bersak bo'ladi. To'lov qilishga bosib, Payme, Click, Upay, Paynet. Payme misol uchun Payme'ga bosdim. Так, hozir o'ylansin, o'tsin. Платежный servis. Payme'dan yo'q, bu yerdan tak Payetdan bosib ko'ralgani. Keyin shu Upaydan ham to'lov qilsa bo'ladi hozir. Ikkisidan ham ko'ramiz. Paynet. Fast Upay. Elektron raqamimiz bu yerdan chiqdi yana. Turini tanlang. Bu yerdan jismoniy shaxs STIR 50401 0171 0032. Davom etish. Paynet. Paynet bo'lgan saytini o'tirib turibdi. Payetni bunda to'lov qilsak bo'ladi ekan. Yana bu yerda hozir 28800 deb chiqdi. Davom etishni bosaman. Endi karta raqam kiritaman. Bu ishonchli bu Upay degani karta raqam kiritamiz. Qaysi kartamizda pul bo'lsa, keyin amal qilish muddatini keyin to'lashni bosamiz. Hozir menda ключ bor, yana to'lov qilib o'tiribman. Bu yerda komissiya ham yo'q ekan. Qaysi kartamizda pul bo'lsa, shundan to'laymiz. Agar bu yerdan to'lovni ishonchsizda bo'lasangizlar, bu yerda o'zi yozib qo'yibdi 100% безопасно deb. Xo'p, yana boshqa yo'li bor. Yana boshqa yo'li shu Paynetni o'zina giramiz, yo bo'lmasa Payme kliklarni o'zina giramiz. Bu yerga girsak, to'lov qismida davlat xizmatlari degan bo'limi bor. Shu davlat xizmatlariga girsak, bu yerdan shu E-imzoga to'lovdan chiqadi. E-imzoga to'lov qilgandan biza
jismoniy shaxs uchun to'lov qilamiz. Yuridik emas, jismoniy shaxsda shu she'r yoziladi, keyin to'lov qilinadi. Ana keyin to'lov qildingizda, to'lov qilgandan keyin shu saytda chiqmay turamiz bu yerdan o'zi. Bu yerda shu обновить yangilashni bosib bersak, bu yerda balansimizda pul ko'rinadi. Keyin bu yerda imtiyozlar, bu imtiyozlardan hech qaysini tanlashimiz kerakmaydi. Biza pul tashladik. Keyin biza ariza to'g'riligini tekshirdim. Buni tekshirgandan keyin bizada ham bu QR kod shakllantirish chiqadi. Hozir men balansimda pul yo'qligi uchun bu chiqmaydi. Uni bossam ozgina balansda yetarli mablag' mavjud emas deydi. Men ishlatamiz, shu balansda pul tashlagandan keyin bu yerga galochkani bosib, keyin QR kodni shakllantiramiz. Ana endi QR kodni shakllantirgandan keyin keyingi ish keyingi videoda ko'rsataman endi. Buni shakllantirgan vaqtimiz bizlara Soliq.uz ilovasi kerak bo'ladi. Endi men Soliq.uzda ilovaga, shu soliqdan ilova bor-ku endi 1% cashback qaytaradigan. Shunga men shu nam bo'yicha jiz she'rim bo'yicha girib ro'yxatga o'tishim kerak undan. O'zimni tasdiqlab qo'yishim kerak. Ana endi telefonda video zapisatib uni tashlayman keyingi videoda. Bu video tamom bo'ldi, kompyuterlik video. Undan keyin to'lov qilgan jiz she'r o'tirganmiz, bu skaner o'tirganimizdan keyin telefonda o'zi nima chiqadi? Face ID. Face ID'da o'tib beradi o'sha odam. Misol uchun o'zim Face ID'da o'tganimdan keyin yana ham saytga qaytsak, bu yerda nima chiqadi? Parolingizni yozinglar. Parolni bunday yozish kerak. 2 dona katta harf, 2 dona kichkina harf, keyin orani raqam. Adashmasam keyin 4 dona raqam yozsangizlar, 4 yo 5 dona raqam yozsangizlar yetadi. Umumiy parolni nasi kattaligi 8 dona belgidan kichkina bo'lmasligi kerak. Shunda 2 kichkina raqam, 2 dona katta raqam bo'lsa 4 belgi, yana 4 dona raqam yo 5 dona raqam yozsak bo'ldi, 8 dan katta bo'ladi. 9 belgi bo'lib turadi общий. Bo'ldi. Shuni keyin o'zimiz ham saqlab qo'yamiz. 2 marta yozamiz uni. Oyna chiqadi shu yerdan. Oynadan birinchisini tasdiqlaymiz, birinchisini yozamiz, ikkinchisini tasdiqlaymiz. Keyin kalit yaratishdan chiqadi. Ana endi kalit yaratildi. Endi uni nera tushadi degan savol ham bo'lishi mumkin. Kalit yani paroldan ham yozib tasdiqladik. Bu yerda seriya nomer chiqarib beradi bizlara. Bu bizlara shart emas ham bu seriya nomeri. Kalit muvaffaqiyatli tasdiqlandi, yaratildi deb chiqaradi. Endi nera tushadi desak, biza kompyuterimizda S diskdan papkamiz bo'ladi. S diskda yana DSKSdan papka ochadi o'zi avtomatik. Shuning ichiga kirsak, ключimiz yana shuning ko'rinishida turadi. Yana shuning ko'rinishida turadi. Bunda yana shuning ko'rinishida turadi. Shuni biz Ctrl C etib, keyin tashlab bersak bo'ladi. Keyin ariza berishni davom ettiramiz. Bu ключni olishadi bu. Ariza berishni davom ettiramiz deganim, kontraktning 12%ni qaytarishni davom qildiramizdan. Bu ish ключni olganimizdan keyin. Keyin parolni o'zingiz bir saqlab qo'yasizlar. Undan tashqari yana parol ham bu yerda saytda bizga nomer ko'rsatdik-ku, shu nomer SMS ko'rinishidan boradi. Parol.